Mana bugun 25-iyun chorshanba sotuvdagi hamma jo'jalarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Eng pasaytirilgan narxda ko'rsatib o'tib ketamiz. Videoni diqqat bilan ko'ringlar, hammasini narxini aytib o'tib ketamiz. Sotuvdagi eng yosh katta jo'jalarimiz 2-iyun kuni chiqqan 23 kunlik ekan qora shahzoda zotining jo'jalari narxi 45 mingdan, bor yo'g'i 40 ta bor, shoshilib qolinglar. Sotuvdagi avstraliyalik zotining jo'jalarimiz 10-iyun kuni chiqqan 20 ta atrofida bor, narxi 30 mingdan ulgurib qolinglar, 15 kunlik jo'jalar. Sotuvdagi 10-iyun kuni chiqqan qora shahzoda zotining jo'jalarimiz 15 kunlik jo'jalar ko'rishingiz mumkin, narxi 35 mingdan 50 ta atrofida bor, ulgurib qolinglar. 20-iyun kuni chiqqan qora shahzoda zotining jo'jalardan 100 tadan oshiq bor, narxi 30 mingdan ulgurib qolinglar. Bu yerda avstraliyalik zotining jo'jalarimiz bor, 20-iyun kuni chiqqan, narxi 25 mingdan. Narxi tushgani bilan boquvlarimiz o'sha yaxshi yemlarni beramiz va undan tashqari hamma jo'jalarimizga vaksina qilingan bo'ladi. Chuma virusiga qarshi, klassik chuma Newcastle chuma kasalliklariga qarshi vaksina qilingan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqasizlar, O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beramiz. Toroqlik joylab chiroyli qilib jo'natib beramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar.